Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bizning mini quyonchilik fermamiz. Bu quyonimiz ancha tuzalib qoldi. O'zi tuzaldi hisob. Hozircha dori bermayapmiz. O'zi yo'talishlar qolib, o'zi ishtahalar ochilib, yaxshi ishtaha bilan o'tlarni yeyapmiz. Bu yerda har kun aytganimizdek shu tuqqan quyonchamiz. Mana bolachalari ancha katta bo'lgan. Nasib bo'lsa katta bo'lgandan keyin sotishimiz mumkin. Sotishga kafolat bermaymiz, endi sotishimiz mumkin-da. Bu yerda Bilekant quyonimiz ancha yaxshi. Hozircha 22,02 gram qildik bunga. Hozir tarozimiz yo'qligi uchun 0,2 qildik, lekin 3 kilodan ziyodroqda. Hozircha shu 0,2 qildik. Hozirda trendga chiqayotgan quyonchalar. Shu quyonchalarga obuna va like bosib qo'yinglar. Kattalarimiz bitib qoldi. Uni taxlash jarayonini ham o'tib ketganimizga qo'yamiz. Mana obunachilar poddishka uchun boshqa akkauntlardan ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu quyonimiz. Prosmotrlar 1000 tadan oshiq ketyapti. Lekin like'lar, obunalar kam. Like, obunani bosib qo'yamiz obunachilar. Mana bu quyonimiz ham. Bu quyonimiz azitromitsin ichirdik bunga. Azitromitsinni 250ligidan 4 gram 5lik shpressga 4 gram suv olib qaynab sovigan suvga suv ichish holatiga kelgan vaqtda og'ziga shpressni ignasini olib tashlab jirasizlar. Klesh, qutir, har xil bakterial kasalliklarga ivermektin har 1 kiloga 0,1 gramdan 10 kilo bo'lsa 1 gram, 1 kilo bo'lsa 0,1 gram, 2 kilo bo'lsa 0,2, 3 kilo bo'lsa 0,3. Mana stoyga turishlari ham yaxshi. Shu quyon uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Ana aytgancha obunachilar 1,5 mingta prosmotr bo'lyapti-yu, like'larimiz va obunalarimiz kam. Obuna va like tekin. Shunga poddishka qo'yinglar.